Bir kuni kambag'allar kelib payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga shikoyat qilib qoldilar. Aytdilarki, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, boylik egalari ajr savoblar qozonishda bizdan o'tib ketadi-da. Sadaqa qiladi, ihson qiladi, ular bizdan o'tib ketadi-da dedi. Ular biz kabi namoz o'qishadi, roza tutishadi, yana ortiqcha mol dunyolardan sadaqa ham qilishadi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga aytdilarki, Alloh sizlarga ham sadaqa qiladigan narsalarni joriy qilmaganmi dedi. Sizlar ham sadaqa qilinglar. Hayron ular. Qaysi nimani sadaqa qiladi? Puli yo'q bo'lsa, dunyosi yo'q bo'lsa. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularga aytdilarki, har bir tasbih, subhanalloh sadaqa. Har bir takbir, Allohu akbar so'zi, kalimasi sadaqa. Har bir tahmid, ya'ni alhamdulillah sadaqa. Har bir tahlil, ya'ni la ilaha illalloh sadaqa dedilar. Mana kambag'alga ham sadaqa qilish. Pul bilan sadaqa qilish imkoniyati bo'lmayotgan bo'lsa, mana shu sadaqani qilsin. Tasbih aytsin, takbir aytsin, tahmid, tahlillarni aytsin. Va yuqoridagi odamga o'xshab darajotlarni gapirgandagi kimsaga o'xshab yaxshi niyat qilsin.